Vatandan kelgan uchurlar. Kompartiyaning 100 yilligini xotirlash harpsida Xitoy elektronlik uskunalarni tekshirishni umumyuzlik kuchaytgan. 2021-yili 6-oyning 25-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy hukumatı tam atlab to'rg'i chiqadiganlarni nishon qilib umumyuzlik maxfiy harakat qo'zg'agan. Bu harakat 7-oyning 10-kuniga qadar davomlashadi ekan. Ahvoldan xabardor kishilar bu mezgilda tam atlab to'rg'i chiqishning intayin xatarlik ekanligini va elektronlik uskunalarning cho'qim pokiz tozalanish kerakligini ogohlantirdi. Xitoy doiralari Xotan tavasida Uyg'urcha naqshi musiqining qo'yilishi va aytilishini cheklashga boshlagan. 2021-yili 6-oyning 25-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy doiralari Xotan tavasidagi yezi kentlarda har qanday Uyg'urcha naqshi musiqining qo'yilishi va aytilishini cheklashga boshlagan. 2 yillar burun Sharqiy Turkistonning boshqa joylarida bir qism Uyg'urcha naqshlarning cheklanganligi ma'lum bo'lgan bo'lsa-mu, Uyg'urcha naqshi musiqalarning umumyuzlik cheklanishi diqqat qo'zg'agan. Amerika Kengash palatasidan yangi qonun loyihasi. Amerika Aqsaray hukumat to'rining 24-iyun e'lon qilgan bayonotida bildirilishicha, Uyg'ur majburiy emgini cheklash qonun loyihasi Amerika Kengash palatasining tasdiqidan o'tgan bo'lib, dokladda Amerika Xitoy hukumatining qo'lishi ostida Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan majburiy emgakka selish qilmishini, insoniy qadr-qimmatni haqorat qilganlik, shundaqla Xitoyning adolatsiz iqtisodiy harakatlarining misollaridan biri deb tunuydi deyilgan. Biz bu qonun loyihasini planlovchilardan biri, shundaqla yezishga qatnashuvchilardan biri bo'lgan Amerika Kengash palatasi a'zosi Marko Rubioga va boshqa munosabatli xodimlarga rahmatimizni bildiramiz. Xitoy Atiyurt kishilik huquq qonunini taqatqozdi. Reuters agentligining 25-iyundagi xabarida ma'lum bo'lishicha, 2017-yili YouTube'da ochilgan Atiyurt Qozoq kishilik huquq qonuni Sharqiy Turkistonda tug'ilgan Qozog'iston garajdorligidagi kishilik huquq faoliyatchisi Seyrixjon Belashning Atiyurt tashkilotiga qarashli kanal bo'lib, bu kanalda 2017-yildan buyon Xitoy jazo lagerlariga solayotgan urug' tuqqanlari haqida guvohlik bergan qozoqlarning guvohligidan tashkil topgan 11,000 video mavjud bo'lib, mazkur YouTube kanalidagi videolar kunimizgacha jami 120 million qatim ko'rilgan ekan. Atiyurt tashkilotining harakatlaridan va mazkur kanaldagi o'zini mat qildigan videolardan aramsizlangan Xitoy 15-iyundan boshlab YouTube shirkatining qo'li orqali mazkur kanalni taqatqizayotgan. Xitoyning bu xildagi zo'ravonliklari uning chet eldagi o'ziga qarshi faktlarni yo'q qilish o'rinishining kuchayayotganligidan darak berdi. Ukraina Xitoyning besimiga bosh egdi. Ukraina yaqinqi oylardan beri Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kuzatish amaldorlari va xodimlarining Sharqiy Turkistonga berib, mustaqil tekshirish chaqirig'iga ovoz qo'shgan davlatlarning biri bo'lib kelgan edi. Janubiy Xitoy pochta gazeti to'rining 27-iyundagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Ukrainaga navoda Ukrainaning mazkur chaqiriqqa ovoz qo'shishdan yanmasa, Ukrainani Xitoy virusining vaksinasi bilan ta'minlamaydiganligi to'g'risida tahdid solgan. Natijada Ukraina Xitoyning besimiga bosh egib, mazkur chaqiriqqa ovoz qo'shishdan o'zini tortgan. Uyg'ur harakati tashkiloti Turkiyada ziyoratda bo'ldi. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim va Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh taftishi Abdulhakim Idris apandi ikkalan yaqinqi haftalardan buyon Turkiyada muhim uchrashish va ziyoratlarda bo'ldi. Mazkur tashkilot rahbarlari ziyorat jarayonida Turkiyadagi dongli siyosatchilardan Turkiya yaxshi partiya raisi Meral Akşener va Turkiya kelgusi partiya raisi Ahmet Davud o'g'li qatorliqlar bilan ko'rishdi. Shundaqla Sharqiy Turkiston yangi nasl harakati qatorliq bir turkum tashkilot a'zolari bilan uchrashdi va ba'zi muhim faoliyatlarga ishtirok qildi.